bilimlaringiz bo'lib turib jim o'tirganingiz bilan hech kim sizni sezmaydi. Siz eho chiqarishingiz kerak. Ya'ni eho ovoz odamlarga, ya'ni 5 ya'ni kuniga 5 ta joy yoki ba'zi birlar ish qidirishga qiynalayotgan ayollar bo'lsa, voy men ish topishim kerak, men ish topishim kerak, topolmayapman. Yo'q, siz chiqing, xohlagan korxonaga kiring, ish so'rang. Farqi yo'q. So'rab chiqing. 5 ta joy bo'lishi kerak. Bo'ldi. 5 ta joydan keyin to'xtating. Bo'ldi, yetadi. Siz o'sha exoni chiqardingiz, o'zi koinot sizga mos ishxonani tayyorlab beradi. Aynan mana shu narsalarga e'tiborli bo'linglar. Hamda doim ayol zotiga tegishli kosmetikasida qalamlar uchli bo'lishi kerak. Hozir qalamlarimiz bilan pomadalarimizni olib chiqib ko'rsatmadik. Pomadalar ham dumaloq emas, sal mana bu вот qanaqa deb tushuntirsak, qirrali bo'ladi-ku uchi. Xuddi shunaqa, ya'ni pomada surganingizda xuddi shunaqa mana bu tomoni, bitta tomoni yassi bo'lishi kerak. Bunaqa dumaloq bo'lishi kerak emas hammasi. To'g'ri kelganda ko'pchilik dumaloq qilib suraveradi, xuddi dumaloq bo'lib qoladi. Unaqa bo'lishi kerak emas. U ayollar tez aldanadi hayotda. Qalamlar uchli bo'lishi kerak. Kosmetikani uvadasi chiqib ketgan kosmetikalar kerak emas. Ertalab ko'zingiz tushgan narsa, o'sha narsa ham sizni kayfiyatingizni tushiradi, vaqtingizni o'g'irlaydi. Ya'ni siz ertalab turganingizda обязательно sun'iy gul bo'lsa ham spalningizda oynangiz oldida tursin, yoki vannangizda tursin, yoki hojatxonangizda. Sizni ko'zingizga chiroyli narsa tushishi kerak. Ayol zoti, iltimos, doim chiroyli narsaga qarashga harakat qiling. Qancha chiroyli narsaga qarasangiz, chiroyingizga chiroy qo'shiladi. Qancha chiroyli fikrlashsangiz, o'zingiz yosharasiz. Ya'ni siz katta bo'lmaysiz, siz teskari yosharib ketaverasiz. Hamda pulingizga barokatlik kiradi. Mana tezlik va qisqalikda gapirdik. Biz raqamlarda hozir adashdik, ammo hozirgi oldingi vaqt uzoq bo'lib, hozirgi vaqt tez bo'lsa ham, siz agar reja tuzsangiz, hammasiga ulgurasiz. Hammasiga spokойно ulgurasiz. Faqatgina biz aytgan yuqoridagi narsalarni o'zingizga odat qilib oling, privichka qilib oling. Bu sizning ritualingiz. Hali albatta keyingi mavzularda albatta ayollar uchun maxsus rituallar haqida ham suhbatlashamiz. Nasib qilsa, barchamizdan Yaratganiga ham rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar.